Qamashini Abdurashid akan mollari ekan, aka. Qamash Poskaya deyishadi. Bugungi Chiroqchi mol bozorida qo'chqorlar qatorida rekord bo'ldi do'stlar. 15 million so'm bahosi do'stlar. Lekin berilmagan 10 million so'm ekan do'stlar. 4 yosh qo'chqor. Ko'rib baho berib qo'yinglar do'stlar kommentariyaga. Yozib qo'yaverasizlar. Necha kilo go'sht beradi deysiz shuni? Necha kilo go'sht? 18 shu 115 atrofda bo'ladi. 118, 115. Buni izi bormi yana? Bor. Telefon nomer qo'yamizmi iloji bo'lsa? Qamash Poskayada borda. Qamash Poskayaga borsa. Ko'p emas. Bo'l, 3 ta 4 ta o'zi bor ekan, sotilib ketishi mumkin. Zo'r boqibdi. Keyin, bundan keyingi o'rinda do'stlar mana bu turibdi hozir. Mana 9 millionga berilmayapti bu hozir do'stlar. Kattaligini qaranglar. Lekin buni narxi aytilishi 14 million so'm aytilishi. 9 millionga yo'q do'stlar. YouTube kanalimizda to'liq videolar chiqadi. O'tib qo'yaverasizlar do'stlar. Bundan keyingacha narxlar bilan yoritib, tanishtirib boraveramiz. Like'lar bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz do'stlar. Chiroqchi mol bozoridan bugungi eksklyuziv videomiz bo'ldi do'stlar. 14 millionlik qo'chqor, narxi 15 millionlik qo'chqor bo'ldi.